Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi yoshlarning bilim va salohiyatini amaliyot bilan bog'lovchi muhim platforma. Mazkur tadbir O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Samarqand viloyat hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Savdo-sanoat palatasi hamkorligida tashkil etildi. 30 iyun 2026 günü muhterem Prezidentin başlığında Yaşlar Günü münasebeti bilen yıkılış o'tkazildi. Bu yıkılışta muhterem Prezident yaşlara alakada itibarını yana ifade kıldı. Samarkand Devlet Teknik Üniversitesi'nde hem talabalarımızın batlığına cüde katta itibar karatamız. Bizler için en mühimi talabalarımızı fakat diplomalışı inmez, öz işleri bilen tahminlenişi ve onların ameliyata öz kasları bilen başlanışı. Bu yıl yani 2026 okul yılının ahırında bizim 1600 talabamız ortaca bitirdi. Elbette bu görgezmeler platforma boladı. Bu platformalarda bizim Ali talim talabalarımız, işvericiler bilen, bank maliyet izimi adımları bilen, tedbirkarlar bilen bağlanadı. Öz kasıplarını onlara düşündüredi. Hem tedbirkarlar, bank maliyet izimi adımları ve teşkilat idarelerin adımları talabalarımıza talaplarını eğitledi. Burası bu hamma tumanı birleştiriş için katta platforma boladı. Ko'rgazmada 318 ta ish beruvchi korxonalar 2,5 mingdan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar. Pavilyonlar yoshlar bilan gavjum bo'ldi. Bitiruvchilar o'z mutaxassisliklari bo'yicha munosib ish o'rnini tanlash va shu yerning o'zida suhbatdan o'tib, doimiy ish joyini topish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti Talaba Expo'da ishtirok etyapmiz. Ilgarilari oliygoh yurgan bo'lsak, hozir muhtaram prezidentimiz, oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan yaratilgan imkoniyat tufayli Talaba Expo kasb ko'rgazmasida qatnashamiz. Asosiy maqsadlarimizdan bittasi bizda tor doiradagi mutaxassislarni jalb qilish. Tor doiradagi mutaxassislar bu shifokorlarimiz, bu IT mutaxassislarimiz, bu buxgalteriya yo'nalishidagi mutaxassislarni jalb qilamiz. 100 dan ortiq talabalarimiz murojaat qildi. 25 nafar murojaat qilgan ish bilan ta'minlanishi mo'ljallangan u tibbiy yo'nalishdagi shifokorlarimiz bo'ldi. Buxgalteriya yo'nalishimizda qiziqish uyg'otdi. Ilm berayotgan bizning oliygohlarimiz ham, ish beruvchilar ham bu bitta platformada ishlashi bu bunaqasi bo'lmagan hali. Shu yil Samarqand davlat chet tillari institutini 4-bosqichini tugatdim. Avvalambor biz yoshlarga bugungi kunda juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugunni misol qilib oladigan bo'lsak, Samarqand shahrida Talaba Expo ko'rgazmasi tashkil etilgan. Bu yerga to'g'ridan-to'g'ri barcha korxona tashkilotlar, xususiy tashkilotlar, davlat tashkilotlari kelib, bizga masalan o'zimiz xohlagan ishlarni topishimizga imkoniyat yaratib berishmoqda. Avvallari qayerdandir ish topish uchun ovoragarchilik juda ham ko'p edi. Hozirda barcha korxona tashkilotlar shu yerga jamlangan va ularning o'zlari bizga ishni taklif qilishyapti va bu yoqda biza o'zimizga kerakli bo'lgan ishlarni albatta topishimiz oson bo'lyapti. O'z Milliy bank tomonidan bizga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, qanaqadir tadbirkorlik faoliyatlarini boshlab, o'zimizni va o'zimiz tengdoshlarimizni va boshqalarni ham ish bilan ta'minlashimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. O'zim soham bo'yicha, iqtisodiyot bo'yicha bir qancha ishlarni ham ko'rib chiqdim. Xususan bir qancha ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'ldim hamda ular bilan o'zimga to'g'ri keladigan ishlardagi ariza ham topshirishga ulgurdim. Talaba Expo kasb ko'rgazmasiga Milliy bank tomonidan tashkil etilgan hamda bunda bir qancha biz talaba yoshlar uchun, bitiruvchilar uchun o'zimizning biznes g'oyalarimizga, startap g'oyalarimizga imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bundan biz unumli foydalanib kelmoqdamiz. Bizga yaratilayotgan imkoniyatlardan juda ham mamnunmiz. Talaba Expo kasb ko'rgazmasida Samarqanddagi 11 ta oliy ta'lim muassasalarining 25246 nafar talabalari ishtirok etdi. Ish beruvchilar bilan bevosita suhbat o'tkazgan talabalar soni esa 6078 nafarni tashkil etdi. 2597 nafar talabaning ish o'rinlari aniqlandi. Yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyati uchun ajratilgan moliyaviy resurs hajmi 61,5 milliard so'mni tashkil etdi. Tadbirkorlikka yo'naltirilgan yoshlar soni esa 1409 nafarga yetdi. Bu ko'rsatkich yoshlarning biznes va tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishi tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Bugun bizlar ko'rgazmaga Jomboy tumanida joylashgan Baxt Samarqand tekstil fabrikasidan keldik. Hozirgi kunda bizlarda 125 ta ish o'rinlari mavjud bo'lib, ulardan hozirgi kelgan talabalarni bizlar suhbat asosida ularni bizlar 20 ta talabalarni bizlar ishga qabul qildik. Ichki tartib qoidalari bilan hamma talabalarni tanishtirib o'tdik. Bizlarda shu 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanishi, transport bilan borib kelish ta'minlanishi bilan bizlar tushuntirib o'tdik ularga. Ularga ma'qul keldi. Bu
Bugun men Talaba Expo ko'rgazmasiga kelib, o'zimga munosib ish o'rnini topdim. Men Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutining xalqaro hamkorlik bo'limiga ishga qabul qilindim. Xalqaro hamkorlik bo'limi talabalar uchun juda ham ko'p imkoniyatlarni bergan. Xususan o'zim Germaniyaga ishlab chiqarish amaliyotiga borib keldim. Hozirda IELTS sertifikatiga egaman hamda Italiyaning Tusha universitetiga qabul xati oldim va magistratura yo'nalishini davom ettirmoqchiman. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan hammamiz unumli foydalanib, o'zimizni, sohamizni rivojlantirishga munosib hissa qo'shamiz degan umiddaman. Kunning ikkinchi yarmida Ipak yo'li Xalqaro turizm va madaniy meros universitetida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Muloqot davomida yoshlar bandligini ta'minlash, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, amaliyot va stajirovka imkoniyatlarini kengaytirish hamda kelajakka qadam dasturi doirasida yaratilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Uchrashuv ochiq muloqot ruhida o'tib, yoshlar uchun muhim tavsiya va yo'nalishlar berilgan samarali platformaga aylandi. Mening startap loyiham bu ekologik startap hisoblanadi. Hozirgi kunda ekologiyaga juda katta ta'sir o'tkazayotgan, dunyo bo'ylab global muammoga aylangan o'sha bir martalik idishlar hisoblanadi. Biz bu bir martalik idishlarga alternativ bo'lgan holatda tez parchalanadigan va ekologiyaga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydigan qilib bir martalik plastmas idishlar va bioparchalanuvchi idishlar yaratishga qaratilgan bizning startap loyihamiz va bu startap loyihamiz uchun Milliy bankning kelajakka qadam loyihasi tomonidan bizga kerakli bo'lgan o'sha 100 million miqdordagi summa ajratildi va bizda qo'shimcha 5 ta ish o'rni yaratildi. Bizga bunaqa sharoitlarni yaratib berganligi uchun prezidentimizga juda katta tashakkurlar aytamiz. Davlatimiz rahbarining kuni kecha bo'lib o'tgan yoshlar kuni munosabati bilan talaba yoshlar bilan uchrashuvlarda 50 ga yaqin yangi imtiyozlar, tashabbuslar aytib o'tildi. Shu bilan birga joriy yilning 1-iyunida ham davlatimiz rahbarining yoshlarni biznes bilan shug'ullanishlariga yanada ko'proq imkoniyat yaratuvchi 210 sonli qarorlari qabul qilindi. Bu talaba yoshlarimizga nafaqat nazariy bilimlar o'rganish, balki o'qish davomida o'zlarini amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va o'qish yakunida ish so'rab boruvchi emas, ish o'rni yaratuvchi rahbar, menejer, loyiha rahbari sifatida shakllanishiga juda katta turtki berdi. Bizning universitetimizda ham bu yil 285 nafar talaba bitirayotgan bo'lsa, shulardan 35 nafari hozir davlatimiz rahbari tomonidan yaratilgan mana shart-sharoitlar, imtiyozlardan unumli foydalanib, o'zlarining biznes loyihalarini ochishga muvaffaq bo'ldi. Milliy bank tomonidan kelajakka qadam dasturi yordamida ko'plab talabalarimiz 20 million so'mdan 2 milliard so'mgacha bo'lgan katta pul mablag'lari, ya'ni ularni birinchi bizneslariga ko'mak olishdi. Talaba Expo 2026 orzular kasbga, bilim esa muvaffaqiyatga aylanadigan manzil. Bugun bu yerda talaba va ish beruvchi o'rtasidagi masofa qisqardi. Kimdir o'zining ilk ish joyini topayotgan bo'lsa, yana kimdir o'z biznesiga ega bo'ldi.